Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdakacı Rozi. Bugünkü İslak 2023 yıl 4. ayının 3. günü vatandaşım heptiğe Düşenbe. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyada avval vaziyet adetteki çağlarımızdaki dek vaziyet mındak vatandaş. Has haber. Yeni Tinç Okyan uruşu başlandı. Ündeş. Amerika Cungo uruşudu uruş kılıdı. Ündeş. Dehşetlik derdisi 2. Dünya uruşunu besip düşürdü. Japonya armiyasının Pearl Harbor portuğa hücum kılgını dek. 2. Dünya uruşu mezgilidi Japonya Amerika'ya uruş ilan kıldı. Tarih nesep üçtüde mavzu. Pulga qaraydığa yıllar. Bugün 4. ayının 3. günü YouTube. Endiki leksiyanın üzükileyle hürmetli vatandaş. Amerika armiyası kançılık harbi güç orullaştırıp Cungo Kompartiyasiga taqabul turdi. Amerika tayyorlik qilib bo'ldi. Mavzuli xabar 4. ayning 2. kuni Shinchu tor betida ham Vanvi tor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari 3. ayning 30. günü Amerika shtab boshliqlari Birlashma Yig'inning raisi general Mark Miller Avam palatasida guvohlikdan o'tganda mundaq ko'rsatdi. Bizning hozir vazifa o'tayotgan 60% askariy qismlarimiz yuqori darajada tayyor holatda turibdi. 30 kun ichida urush maydoniga o'rinlashtira olamiz. Amerika armiyasi allaqachon tayyorlanib bo'ldi. Amerika armiyasi Cungo Kompartiyasiga taqobil turish, G'arbiy Tinch okeanga harbiy kuch o'rinlashtirish futurini uchoq alda oshkorladi. Men bu maqolani qisqartib oxirgi xulosani anglataman vatandoshim. Xulos qilganda deb oxirlashtirdi xabar yozuvchi Abdur. Xulosa qilganda xulosa mundaq. Bek uzun maqol ekan, men oxirgi xulosani tanlab oldim juma vatandoshim. Cungo Kompartiyasi urushga tayyorlik qilsa, 30 kun ichida har xil harbiy o'rinlashtirishlarni tamomlay olishi mumkin emas. Lekin Amerika armiyasining 60% havo armiyasi, dengiz armiyasi o'rinlashtirish bo'yicha 30 kun ichida o'rniga kelib bo'la oladi. Mayli Amerika armiyasi avval hujum qilsin yoki Cungo Kompartiyasi armiyasining avval hujum qilishini saqlab tursin. Onda zarba bersin. Cungo armiyasining g'alaba qila olishi mutlaq mumkin emas. Cungo armiyasining g'alaba qila olishi mutlaq mumkin emas. Cungo Kompartiyasining Tayvan bo'g'oziga qartib o'rinlashtirgan dengiz armiyasi, havo armiya askariy kuchi ojiz o'rinda turadi. Tez arada yo'qotiladi. Janub taraf harbiy rayoni va shimol taraf harbiy rayoni mudofaasi bo'sh qoladi. To'liqlab ketilishi mumkin emas. Cungo Kompartiya armiyasi Sharqi urush rayoniga
askeri kuchni shuncha ko'p tashlasa, boshqa harbiy rayonlarning mudofaasiga yetib keladigan bo'lsam, shuncha zo'r, shuncha og'ir bo'ladi. Amerika cho'qim Janubiy dengizda o'zidan boshqa yana ikkinchi urush fronti ochadi. Sharqiy dengiz va Sariq dengiz sepida 3-urush fronti ochadi. Amerika 3-urush fronti ochadi. Jungo Hindiston chegarasida yangi talash tortish ko'tariladi. Jungo Kompartiyasi Tayvan bo'g'izida urush ochadigan bo'lsa, undaqda to'rt tarafda o't yolqini ko'tariladi. Jungo armiyasi uzil-kesil tarmar bo'ladi. Jungoning siyosiy hokimiyati shu hamon gumron bo'ladi. Amerika armiyasi bu uchurni oshkora qo'yib etdi. Yoki strategik popozidir. Yoki urushni cheklashning bir qismidir. Yuqori xabarning mazmuni yoki urushni cheklashning bir qismidir. Jungo Kompartiya armiyasi bilan Amerika armiyasi o'rtasidagi farq ko'z sayin kengaymoqda. Jungo Kompartiyasining Tayvan bo'g'izida urush qo'zg'ash prostining rojaklari tarixga boshladi.